Penaltilar masalasi. Xo'p, mana Osiyo chempionatida ham biz mana futbolchilar o'zi biladi, har tomonlama o'ylab ko'rdik. Baribir mashg'ulotda penalti tepish boshqa narsa. O'yin jarayonida penalti tepish umuman boshqa narsa. Sababi o'yinda bosimi bo'ladi, javobgarlik hissi bo'ladi. Shu narsalarni inobatga olgan holatda qanaqa qilsak biz mashg'ulotlar jarayonida o'yinda bosimini bera olamiz. Ko'p o'yladik va o'sha oxirgi mashg'ulotlarda endi bu yosh futbolchilar uchun telefon hozirgi holatda eng qadrli narsalardan bittasi. Agar mashg'ulot jarayonida qaysidir jamoa penaltidan yutqizib qo'yadigan bo'lsa, o'sha 2 kun yoki 3 kun telefonini olmaydi. Shunaqa bosim ozgina bo'lsa ham shu orqali bosim berishga harakat qilib ko'rdik. Endi undan tashqari hozir mana oxirgi paytlarda o'rganib chiqyapmiz. Aynan masalan qaysi joylarga ko'proq udar bo'lsa, gol bo'lish statistikalarida hammasini darvozabonlarning harakati va raqib darvozabonlarining ham harakatini o'rganib chiqamiz. Ular ko'proq qaysi tomonga tashlaydi. Bu narsalarning hammasiga ilmiy yondoshib, aytganingizdek, agar play-offda shunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, Xudo xolasa penaltilardan ham nima deydi, noxush an'anani buzishga harakat qilamiz.